Bu darsligimizda kiyim andozasini noldan boshlab modellashtirishni o'rganamiz. Bizga oldi va orqa asos andozasi kerak bo'ladi. Bu asos andozalari Maryams metodi bilan tayyorlangan, Maryams formulasidan foydalanilgan. Orqa yelka vitichkalari, ko'krak vitichkalari, bel vitichkalari hali modellashtirilmagan, ko'rib turganingizdek. Biz xuddi shu holatida andozalarimizni, yelkalarini men ko'rsatayotgandek bir-birlariga xuddi shunday tutashtirib qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni yuqori bo'yin sohasidan 9 cm ga orasini ochamiz va yelka sohalarini bir-birlariga tutashtiramiz. So'ng andozamizni ustidan yana bitta klyonkani qo'yib, bulavkada qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bizga ko'k marker kerak bo'ladi. Ko'k marker yordamida mana shu ko'rsatib o'tayotgan liniyalarimni ustidan yangi qo'ygan klyonkamga ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib orqa o'rta chizig'ini ko'chirib olyapman. Pastga qo'shimcha 10 cm qo'shdim. Bu uzunligiga qo'shib olyapman. Demak, qolgan joylariga hech qanday o'zgarish kiritmagan holatda bo'yin o'yindig'i yelkalarimizni 9 cm ga ochilgan holatida chizib, oldimizdan ham xuddi shunaqa 6 cm ni belgiladim. Oldini ham mana shu vyrezini chizib oldim. Demak, oldi ochilishimiz to'liq olinmaydi. Mana shu yuqori yelkasidan 6 cm tushirsangiz yetadi. Shunday qilib ko'chirib olganimizdan so'ng endi kiyimni pastga oldi tarafini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Men xuddi shunaqa biodradan yoniga 3 cm ga jildirgan holatda perpendikulyar chiziqda chizib oldim. Mana shu joyda biodradan men 3 cm jildirdim. Agar siz xohlasangiz biodra chizig'ini o'zidan yoki biodra chizig'idan ko'pi bilan 10 cm gacha jildirib chizsangiz bo'ladi. Bu siz qanaqa holatda kiyimni yopiq turishini xohlasangiz, xuddi shunaqa qilib chizsangiz bo'ladi. Men 3 cm ga jildirdim. Pastini tabiiy orqani 10 cm uzaytirganim uchun oldi tarafdan ham 10 cm ga uzaytirib bir-birlari bilan yoylashtirib, tutashtirib olyapman. Qachonki yoy chiziq chizayotganingizda yoylashgan liniyalardan foydalansangiz bo'ladi yoki qo'lingizda xuddi shunday qilib yoylashtirib bir-birlari bilan tutashtirib olasiz. Yelkamizdan uzunligi mana shu yeng sohasida eng kamida 56 cm bo'lishi kerak. 56-60 cm. Agar siz kiyibni bundan ham uzunroq qilsangiz, demak tabiiy u joyi ham uzayib ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, bizga asos orqa va oldi andozalarimizdan foydalangan holatda kiyibni andozasini tayyorlab oldik. Endi bu yerda bizga o'rtadan, ya'ni yelka chizig'imizdan qo'limizda to'g'ri tushadigan chiziq, ya'ni ko'rib turganingizdek, chekadan oldi ochilishdan men 35 cm ga jildirgan holatda yelka chizig'imni davom ettirib chizib oldim. Xuddi shu joyni siz choklik qilib qilsangiz ham bo'ladi. Hozir men bu chokdan foydalanib, kiyibni yana qanday modellashtirsa bo'lishini to'liq yana ko'rsatib o'taman. Keyingi kiyibni o'zini modellashtirishimiz uchun bizga orqa va oldi asos endi kerak bo'lmaydi. Biz asoslardan foydalanib, kiyibni asosini chiqarib oldik. Xuddi shu holatida ham bemalol kiyibni tikib foydalansak bo'ladi. Albatta orqa o'rtasi va oldi o'rtalarini belgilab yozib olish esingizdan chiqmasin. Bu yerda aytib o'tgandek, siz kiyibni ixchamroq holatda turishini xohlasangiz, ya'ni katta raskleshonniy bo'lishini xohlamasangiz, shu holatida bichasiz va yelkasida kichkina mana shunaqa joyini tikib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Juda ham chiroyli, yelkada qolibdek bo'lib, ko'rinishi mana shu siz ko'rib turgan rasmdagi holatda kelib chiqadi. Agar siz pastki tarafini kengroq qilib, yelkadagi chokini qilmagan holatda tayyorlashni xohlasangiz, mana shunaqa biz o'rtadan chizib olgan chokimizni ochamiz va yelka sohalarini bir-birlari bilan tutashtirib yopib qo'yamiz. Mana shu holatdagi bichilgan kiyiblarda etak kengligi kengroq, yelkasida choksiz holatda tayyor bo'ladi. Bu ham hammani o'zini ixtiyorida. Agar xohlasangiz, mana shunaqa yarim holatda ochib, yelka joyida ham ozgina chok bilan tikilgan va kiyibimiz o'rtacha kenglikda tayyor bo'ladigan qilib ochsanglar ham bo'ladi. Demak, modellashtirishni siz o'zingiz xohlagan tartibda modellashtirib olsangiz bo'ladi. Agar xuddi shu holatda qoldirishni xohlasangiz, men birinchi bo'lib ko'rsatgan andozam bo'yicha o'rtadagini chokini ochmaymiz va yelkasida albatta yelka chizig'ini tikib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Endi biz kiyibni ichki jiletkasini siz bilan modellashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi bo'lib jiletkani oldiga zahot qo'shib olishimiz kerak. Bu zahotimizni oldidan 4 cm vertikalniy joyga, pastga 4 cm qo'shib, burchak shaklida chizib olyapman. Bu jiletkani faqat o'ng tarafida shunday foydalansangiz bo'ladi. Rasmga yaxshilab ahamiyat bersangiz, o'ng tarafda o'tgan tarafi ozgina pastga tushib turibdi. Ichki tarafda bo'lsa, chap tarafidagi tarafdan faqat 4 cm zahot qo'shasiz, pastini 4 cm tushirmaysiz. Yuqori qismini 7 cm belgilab, albatta bir-birlari bilan tutashtirasiz
va oldi o'rtasi deb chizib olasiz. Endi ko'krak vitichkalarimizni ham modellashtirsak bo'ladi. Relyef chiziqlarini pastga men uzaytirib oldim. Ko'krakni markazdan yuqoriga tikka tekis chiziqda yelkamizdan 5-6 sm tushirib chizib olganman. Siz ham xuddi shunaqa formada chizib olasiz va endi biz ko'krak vitichkasi bilan bel vitichkasini modellashtirib relyef holatiga keltirib olamiz. Ko'krak vitichkasi va bel vitichkalarini olib, ko'krak vitichkalarini bir-birlari bilan yopganimizdan keyin xuddi shunday relyef holatiga keladi. Bizni oldi tarafdagi andozamiz tayyor bo'ldi. Endi orqadagi yelkamizni vitichkasini ham modellashtirishni siz bilan o'rganamiz. Undan oldin oldi ochilishni ham modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Men oldini kengroq bo'lishi uchun yelkaga 1 sm jildirdim. Oldi tarafdan ham 9 sm ga tushirib, orqa bo'yin o'yindig'ini ham 1 sm ga tushirgan holatda yana yoylashtirib qizil markerda chizib oldim. Demak, bu bo'yin sohada yoqa qo'yishim uchun tayyorlab olyapman. Endi mana shu qizil chizib olgan joyimni albatta santimetr yordamida diametrini o'lchab chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun oddiy santimetrni olamiz. Orasini yaqin ushlab, mana shunaqa 2-3 santimetrdan yaqin qilib ushlab, atrofini to'liq yoylashgan joyini o'lchab chiqishimiz kerak bo'ladi. Men o'lchab chiqqanimda menda 29 santimetr chiqdi. Bu hammada o'zini razmeriga qarab chiqishi mumkin. Demak, bo'yin aylandam zahod bilan qo'shilganda 29 sm. Umuman 29. Men buni yoqa tayyorlayotganda foydalanaman. Endi orqa yelka vitichkamizni qanday modellashni o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, men orqa relyeflarini ozgina modellashtirayotgan vaqtimda beldan yuqori qismini yonboshga ozgina perpendikulyar qilib olyapman. Ko'rib turibsiz, men qizil markerdan foydalanyapman. Sizga yana ham aniqroq tushunish bo'lish uchun. Siz ko'rgan holatda standart turgan vitichkani beldan yuqori qismini yonga men ozgina jildirdim. Yuqorida yelkani ham ko'ryapsizlar. Yelka sohamga tekis qilib olib ketyapman. Siz ham xuddi shunaqa qilib vitichkani yoniga jildirishingiz mumkin. Men mana shu bitta relyef chizig'i bilan yelka vitichkasini modellashtiryapman va o'rtada albatta bel vitichkalarini ham modellashtirdim. Shu bilan orqamizda ham xuddi shunaqa chiroyli shaklda relyef tayyor bo'ladi. Bu jiletkamizni orqa relyefi ham tayyor bo'ldi. Shu yerda bir narsani aytib o'taman. Agar sizga jiletkani proymalari standart holatida qolishini xohlasangiz, xuddi shu holatda qoldirasiz. Agar sizga kengroq yoki yelka sohasini yana ham yuqoriroq ko'tarishni xohlasangiz, albatta proymasini ham modellashtirib olsangiz bo'ladi. Proymani pastki taraflarini pastga tushirib, yelka sohalarini ham yuqoriga ko'tarishingiz mumkin. Yoki mana shu standart holatda qoldirib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Albatta andozalarimizni yon chokini, orqa o'rtasi, oldi o'rtalarini belgilab olamiz. Albatta shunaqa holatda qo'yib tekshirib olishimiz kerak. Yon choklari balandliklarini va relyeflarni xuddi shunaqa holatga keltirib, siz ham modellashtirib olasiz. Demak, siz ko'rib turgan keypni biz yuqori qismini va ichki jiletkasini to'liq modellashtirdik. Endi bizda faqatgina yoqasini modellashtirish qoldi. Ko'rib turganingizdek, yoqalari ham asimetrik bir-birlariga zapahivание bo'lib ichiga o'tib turadi. Biz xuddi shu yoqani siz bilan tayyorlashni o'rganamiz. Keypni yoqasini tayyorlashimiz uchun yana bizga alohida klyonka kerak bo'ladi. Klyonkamizga birinchi bo'lib vertikalniy chiziq tortamiz va chiziqni yuqorisiga 90 graduslik burchak lineykada gorizontalniy chiziqni chizib olyapman. Vertikalniy chiziqning uzunligi 29 sm. Bu bizni bo'yin aylanamizni o'lchovi bo'ladi. Biz buni siz bilan birinchi o'lchab olganmiz. Yoqamizni kengligini 12 sm olyapman. Yaxshilab ahamiyat beramiz. Bu joyda men oldi tarafga burchak lineykani qo'ygandan tashqari 3 sm qo'shimcha qo'shyapman. Ya'ni yoqani burchagi qiyaroq holatda turish uchun. Bu burchak lineyka chizayotgan joyim yoqani oldi qismi hisoblanadi. Demak, balandligini 12 sm va mana shu tikka ketgan chizig'imdan 3 sm ga jildirib, yoqani oldi tarafini chizib oldim. Orqadan ham tabiiy 12 sm ni o'lchadim va bir-birlari bilan vertikalniy chiziqda tutashtiryapman. Endi orqa bo'yin o'yindig'idan 3 sm ni belgilaymiz, orqa o'rtasidan yoqani va oldiga qaratib yoylashgan lineykada xuddi shunaqa qilib forma berishimiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak bo'ladi deganda, orqa yoqalarimiz tekis chiroyli holatda bo'yinga yotishi uchun. Demak, 3 sm da olganimizdan so'ng orqada bo'ynimizda yoqasi 9 sm, oldi tarafi 12 sm lik yoqa tayyor bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, endi bu yoqamiz tayyor o'yilgan bo'yin o'yindig'imizga to'g'ri kelib tushadi. Siz ham xuddi shunaqa tartibda bo'yin o'yindig'ini
o'lchaysiz va kengligini men ko'rsatgandek xohlasangiz 12 sm yoki bundan kichikroq yoki kattaroq ham qilishingiz mumkin. Bu ham hammani o'zini xohishiga qarab. Va mana biz sizlar bilan bu darslikda to'liq kiyimni modellashtirdik va ichki jiletkalarni ham hamma sirlarini ochiq ko'rsatib berdim. Ko'rib turganingizdek, Maryams metodi bilan hamma modellashtirish juda ham oson. Agar sizga mana shu metod bilan tayyorlangan asos andozalar o'rganish qiziqarli bo'lsa, albatta kommentariyada plus qoldiring yoki men ham xohlayman shunaqa asos andozalarni tayyorlashni deb yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu tayyorlangan asos andozalar mutlaqo bez primerka, hamma razmerga to'g'ri keladi. Maryamsga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyin juda ham qiziqarli, siz kutgan darsliklarni ko'p modellashlarni o'rgataman.